har kuni chiqayotganda hamma ham duo qiladi. Mana shunaqa duo qilib chiqaman. Mana vaqtimni o'zing barakasini bergin deb Allohdan so'rayman. Dunyo tanilgan boksyor bo'la olmadim, lekin baribir ana xohlardim. Boksda bo'lmasa-da xudo xolisa biznesda bo'laman degan aniq inshaalloh kameraga va'da berib aytaman. 3 oy ishlaganman, 3 oy shu kitob o'qib o'tirganman. 4-oyda o'zimning o'quv markazimni ochganman. Shu kitoblar motivatsiya sababchi bo'lib. O'zim yutib qo'ydim. Lekin Alloh shu baraka berib qo'ygan. Ko'p pul topadi. TimePay dasturining yechimi mana o'zimdagi og'riqning davosi bo'lgan. To'g'risini aytsam, dastur hali ham idealga yetmagan, hali ham ko'nglim to'lmaydi. Ishchilar bu dasturga yaxshi qarashmaydi. Voy, tepil ekan deydi dasturga. Kim aytaman? Bu dastur sizga rahbardan haqqingizni beradigan dastur aslida. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Durdona, marketing sohasida marketolog faoliyat yuritaman. Undan tashqari prodyuserlik sohasida ham o'z faoliyatimni yuritaman. Bugun sizlar bilan TimePay dasturini yaratgan inson va bu TimePay dasturi kimlarga qanday faoliyat yuritayotgani haqida gaplashamiz. Odil aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mani ismim Odilbek, familiyam Adoshev. TimePay nomli produktimiz bor. Bu IT produkt. Bundan tashqari boshqa bir nechta loyihalarimiz bor. TimePay dasturi asosan tadbirkorlarning HR bo'limini avtomatlashtirishga yordam beradigan dastur. TimePay xodimlari soat ichida keldi, ketdi va shunga ko'ra oyliklarini adolatli hisoblashga yordam beradi. O'zim bu TimePay dasturini yaratishda qanday g'oyalarga asoslangansiz, qachon yaratilgan, nimaga asoslanib yaratilgansiz? Nafaqat TimePay dasturi, balki boshqa dasturlarda ham asosan shunga e'tibor beraman. Boshqa loyihalarimda ham TimePay dasturining yechimi mana o'zimdagi og'riqning davosi bo'lgan. Mana o'zimni xodimlarim ishga ba'zida kech kelishardi, ba'zida vaqtli ketib qoladi, lekin ularga har doim fiks, stabil oylik berganman. Bir kun o'ylab qoldim, qaniydi shunaqa dastur bo'lsa, xodimlarim soat ichida keldi va ketdisini onlayn tarzda ko'rib tursam. Men ishxonada bo'lmaganimda ham bitta kirsam-u, kim ishda, kim ishdamas, kim kech qolgan, kim umuman ishga kelmagan, shu haqidagi ma'lumotlarni bilib tursam deb o'ylaganman. Va ozginadan keyin shu muammoga yechim topdim va shu dasturni ishlab chiqdik bolalar bilan. Qarasam, o'zimda yaxshi ishlashni boshladi va yaqin o'rtoqlarimga, tanishlarimga berdim. Sotmadim, shunchaki ishlatib ko'r, yaxshi bo'lsa ishlat. Ular ham ishlatib ko'rishdi va keyin rahmat aytishdi. Zo'r dastur ekan, yaxshi yechim o'ylabsizlar. Keyin o'yladim, buni endi sotish kerak deb, keyin massiv sotishni boshladik. Va hozir juda ko'p tadbirkorlarga, umuman ishlab chiqarishlarga ayniqsa ko'p yordamimiz tegadi. O'zingiz ishboshi sifatida, aynan direktor sifatida vaqtga qanaqangi qaraysiz? Vaqt siz uchun nimani anglatadi? Har kuni chiqayotganda hamma ham duo qiladi. Mana shunaqa duo qilib chiqaman. Mana vaqtimni o'zing barakasini bergin deb Allohdan so'rayman. Lekin to-do list ishlataman, boshqa vaqtni tartiblovchi dasturlarni ishlataman. Lekin juda stress bilan vaqtga qaramayman. Sal erkinroq ishxonada ham o'zim yoqtirgan ish qilganim uchun juda erkin va mazza qilib erkin hayotimni kechiraman deb o'ylayman. Vaqt bilan stresslarim yo'q. Bir xillarni sezaman, stress o'laroq vaqtga qarashadi. Bu soatda bunaqa qilishim kerak, bu soatda bunaqa qilishim kerak. Yo'q, men unaqa emas. Men sal erkinroq qarayman. Lekin qachondir uchrashuv belgilasam, vaqtida ish qilishim kerak bo'lsa, vaqtida qilaman har doim. Aynan shu TimePay dasturini yaratayotganingizda aynan qiyinchilik ko'rgan paytingiz bo'ldi. Qaysi pallasida eng qiyin bo'ldi siz uchun? To'g'risini aytsam, dastur hali ham idealga yetmagan, hali ham ko'nglim to'lmaydi. Hali ham qilinishi kerak bo'lgan narsalar ko'p. Hali ham har kuni borligiga aytaman, hattoki hozir ham bugun ham aytdim, bir ikkita chala joylari bor. Har doim qilish kerak, lekin asosiy o'zak funksiyalari, ya'ni kim nechada keldi, ketdi, oyligini hisoblash, onlayn ma'lumotlarni ko'rish, bular ishlayapti. Asosiy o'zak funksiyalar shu. Lekin qo'shimcha yoniga qo'shadigan funksiyalarni hali chalalari bor. Hali ham ko'nglim to'lgani yo'q, hali ham ustida ishlashni boshlaymiz. Hali ham qiyin deb aytmayman, maroqli, zavqli jarayon. Har xil muammolar bo'ladi, muammolarga yechim qidiramiz. Qanaqadir sochning jarayon. Xo'p, aynan bu dastur qaysi korxonalar yoki kompaniyalar uchun ko'proq mos deb o'ylaysiz? Restoranlar, yoki qanaqadir katta korxona, kompaniyalar? TimePay asosan bitta nuqtada ko'plab xodimlarni ishlatadigan zavodlar, oshxonalar,
xizmat ko'rsatish, umuman ishlab chiqarish, qaysiki tadbirkor bitta nuqtada, bitta lokatsiyada ko'proq xodimlarni ishlatsa, aynan shular uchun ideal darajada yechim. Chunki ularning hammasi kelib, aytgancha TimePay Face ID qurilmasi bilan ishlaydi. Hamma kelib Face ID dan o'tadi, ishga kiradi, Face ID dan o'tadi, ishdan chiqadi. Aslida juda oddiy jarayon. Bu koder, ya'ni programmistlarning tili bilan aytganda chekinchika juda qilish oson bo'lgan jarayon, lekin uni ichiga sho'ng'ish juda ko'p data turibdi, juda ko'p raqamlar turibdi. Lekin asosiysi biz bozorda juda kichkina nishani ushlaganmiz. Shu nishada nomer 1, ya'ni eng ustasi bo'lish niyatidamiz. Bizning mijozlar bitta nuqtada ko'proq xodim ishlatuvchi tadbirkorlar. Dastur ayni paytda qanday texnologiyalarga asoslangan? Onlayn, offlayn servis? Bizning dastur onlayn ishlaydi. Siz rahbar ko'rib tura oladi o'zini telefonidan. Kim hozir ishxonada bor, kim ishxonada yo'q, kim kech kelgan, kim hali ishga kelmagan, shu narsalarni ko'rib tura oladi. Bu bitta dashbordda. Hatto nechida kelganini ham. Ikkinchi dashbordi bor, u dashbordda xodim oy davomida yoki oyning shu kunigacha necha soat ishlagan, necha kun ishda bo'lgan, necha kun ishga kech qolib kelgan, hattoki eng tartibli, eng yaxshi xodimlarni ham dastur o'zi saralab beradi. Demak, oldin masalan biz o'sha ishga kech qolib kelganlarda oldin o'tirib daftarga yozib o'tirishadi, nechida kelgan, necha kelgan, qo'l qo'yib ketish. Demak, hozir aynan shu narsani onlayn formatga chiqqan. Texnologiya. Juda ko'p zavodlar, ko'p ishlab chiqarish zonalari hali ham daftarda yozishadi va ular tabelchi degan lavozim bor. Tabelchi bu kim? Bu shu xodimlarning nechida ketishini ko'rib hisob-kitob qilib yuradigan odam tabelchi deyiladi. Lekin bu dastur orqali tabelchi yoki ayniqsa tabelchida juda muhim. Hamma tabelchini yomon ko'radi, chunki hamma kech qolsa, agar to'g'risini yozsa, yoki tabelchi hamma meni yomon ko'rib qolmasin deb sal qo'shib yozadi. Boshqa xullas adolatsizliklar ko'p. Biz xohlaymizki, rahbar xodimlar vaqtida ketsin, xodimlar rahbarlik ko'p ishlasin emas. Biz xohlaymizki, xodim ishlagan vaqtiga pul olsin. To'g'ri. Qo'shib ishladimi, qo'shib olsin. Vaqtli keldimi, olsin. Rahbar tomonidan ham xuddi shu. Rahbar xohlaydiki, xodimi uni aldamasin. Ishlamagan vaqtini ishladim demasin. Kelishdimi 8 dan 8 gacha yoki 8 dan 5 gacha ishlashga kelishdimi, bu vaqtida kelsin va vaqtida ketsin. Ikkita tomonda ham adolatni ushlab turishga yordam beradigan dastur deb o'ylayman. Aynan shu dasturda foydalanuvchilarning hammasini o'zining danalari bo'ladi. Bular qanchalik yaxshi saqlanadi? To'g'ri chiqib ketmasligi tashqariga. Bizning alohida bu haqida litsenziyamiz bor va kiber xavfsizlikdan biz o'tganmiz. Bizga hujum qilish olmaydi. Hujum qilish olmaydi deb bu ham baribir nisbiy narsa. Lekin biz shunaqa hujjat olganmiz. Oddiy odam xudo xolisa hujum qila olmaydi. Va bu qattiq saqlanadi. Chunki buni saqlamasak ham bo'lmaydi. Kimdir bu ma'lumotini biza chiqarib yuborganimizni bilsa, hech kim bizdan nafsus sotib olmaydi. TimePay narxlari aynan qanday shakllangan? 1 yillik bo'ladimi? Bir marta to'lov qilish kerakmi? Oylik to'lov qilib borish kerakmi? Xo'p, biz bozorga kirayotganimizda bizning konkurentlarimiz bor. Men konkurent demayman, ustozlarimiz. Chunki biz bozorga kirganimizda ulardan ko'ra ancha yosh edik. Lekin ular bizga ko'rsatishgan, haqiqatda konkurentligi bor. Hattoki maslahat so'raganman, shunaqa ish qilmoqchiman deb. Baraka topsin, juda yaxshi maslahatlar berishgan. Misol uchun, Workly, men shu hozir primoy konkurent bo'lsa ham, ular bizning ustozlar. Har doim duo qilaman, rahmat aytaman. To'g'ri yo'l ko'rsatishgan. Bizning ustunlik tarafimiz ularda hammasida oylik obuna bor. Ya'ni har bitta xodimdan xodim boshiga pul olishadi. Lekin bizda unaqa emas. Bizdan bir marta dastur sotib oladi va ancha arzonga sotib oladi va oxirigacha ishlatadi. Keyin yiliga bir marta server uchun pul to'laydi. U ham bu bizning cho'ntakka tushadigan pul emas. Server bu shu ularni mijozlarning datasi yig'ilayotgani uchun bazaga to'laydigan pul. Biz nima uchun bunaqa bozorga kirdik? Bir marta sotamiz kichkina summaga, ular bizning dasturdan olib foydalanishni boshlaydi. Keyinchalik hozir biz o'zimiz uchun potensial klientlarni yig'yapmiz kichkina summaga. Keyinchalik biz
boshqa rekruting xizmatlari yoki boshqa taklif bilan podpiskaga kiramiz, ya'ni obuna olishimiz mumkin. Bu degani hozir deylik rekruting kompaniya bitta xodim topib bersa, eng kamida 4 milliondan boshlaydi bitta xodim topib berish. Va bir oyda taxminan 10 tacha odamni sizga yuboradi. Siz 10 tasining ichidan saralab olishingiz kerak bo'ladi. Men keyinchalik shunaqa taklif qilamanki, 4 millionga rekrut qilmang. Undan ko'ra menga 1 yoki 2 million podpiska obuna to'lang. Men sizga 10 tadan 20 tagacha sizga kerak bo'ladigan xodimni jo'natib turaman. Yo'qsa olaverasiz va olganingiz uchun menga pul bermaysiz. Prosta oyiga shu obuna to'lab yurasiz bo'ldi. Har oy sizga odam yuborib turaman. Shuni tushunishlarini ham xohlardim tadbirkorlar. Bitta shtatingiz to'lgandan keyin har doim xodimga nisbatan talab har doim bo'ladi. Tadbirkorning eng asosiy vazifasi ham shu, har doim yaxshi va kerakli xodimni topishdan to'xtamaslik kerak. Hozir komandasi zo'r bo'lsa ham, yana zo'r odam qidiruverish kerak. Agar siz, meni tadbirkor ko'rayotgan bo'lsa, agar siz kalendaringizga qarang, oxirgi haftada bironta top menejer bilan uchrashuv belgiladingizmi? Agar belgilamagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz biznesda o'smayapsiz. Agar keyingi haftada bitta bo'lsa ham top menejer bilan uchrashuvingiz bormi, demak siz o'sayotgan kompaniyaning rahbarisiz. Aynan hozirda TimeP dasturini bozordagi raqobatchilari kimlar? O'zingizga raqobat deb kimlarni bilasiz? Men raqobat deb o'ylamayman. Menda nisha bor. Men faqat zavodlar, faqat bitta nuqtada ko'proq xodimlar ishlaydigan odamlar uchun решение beraman. Men konkurentlarim bor deb o'ylamayman, chunki men nishada harakatlanaman. Lekin bor qaysidir dasturlar o'zlari qanaqadir botlarga ulab beradi Face ID'ni yoki boshqa xizmatlar bor, yo'q emas. Biza qilayotgan narsalardan-da zo'rini qiladigan balki bordir. Lekin hozirgi kunda eng narxiga mos, sifatiga mos va eng yaxshi takliflardan birini biz beramiz deb o'ylayman. O'shandan top 3 ta o'zingiz uchun ustun bo'lgan taraflari qanday TimeP dasturini aynan shu aytilgan raqobatchilarda? 3 ta yoki undan ortiq. Birinchisi bizda oylik obuna yo'q. Arzon narxga bir marta sotib oladi, bo'ldi. Ikkinchisi qancha vaqt ishlatsa, bu ham aytadi, butun umrlik garantiya deydi. Qancha vaqt bizning dasturdan ishlatsa, shuncha vaqt texpadishga qilishga va'da beramiz. Va bu shartnomamizda ham yozilgan. Xo'p, uchinchisi biz shu mijozlarimizga eng kamida $500 qo'shimcha dastur qo'shib beramiz. Bu Sklad dasturi yoki rekruting uchun alohida boshqa dasturimiz bor. Shunaqa dasturlarni bepulga hozir bu kunga yozdirsa, eng kamida $500 yozadigan dasturni bizning dasturdan foydalanishayotganligi uchun yoki xarid qilishganligi uchun mutlaqo bepulga qo'shib beramiz. Mana shu 3 ta eng top ajratib turadigan tomonimiz. Bu dasturni o'rnatayotganingizda sizning mijozlaringiz masalan segmentga ajralgan 20+ bo'lish kerak, 50+ yoki 100 dan oshiqroq ishchilar bo'lish kerak degan segmentlarga bo'lgansizlar? O'zim men operatorlarga ham aytaman, agar xodimlar soni ko'p bo'lsa, bizani tavsiya qilmanglar, chunki unga nisbatan qimmatli qiladi. Misol uchun 10 ta xodim bo'lsa, o'zi og'zaki boshqara oladi. Ishga kelma, vaqtida kel, vaqtida kel. Yoki men oyliging necha pul? 3 millionmi? Necha kun ish qoldirding? 4 kun to'yga borib keldim. Minus men 2,5 million oyligingni bera oladi 10 ta xodimga. Lekin 100 ta, 200 ta bo'lgandan keyin buni har bittasini yozish muammo. Keyin xodim ko'p joyda har doim muammo ko'p bo'ladi. Chunki har bitta odam individual alohida shaxs. Qanchalik xodimingiz ko'p bo'lsa, oy oxirida shunchalik janjal ko'p. Agar ishxonangiz, HR bo'limingiz avtomatlashmagan bo'lsa, ya'ni qanaqadir dastur bularni tartiblamasa, har doim muammo bor. Ayniqsa agar siz shu HR bo'limini tartiblash uchun alohida tabelchi yoki odam qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bechara odamni ham boshi og'riydi, rahbari ham boshi og'riydi, buxgalteri ham boshi og'riydi. Shuning uchun tinchgina avtomatizatsiyaga berish kerak, avtomatizatsiya o'zi hisoblashi kerak. Hozirda TimeP dasturini mijozlari sizlardan qanaqa yangi funksiyalar so'rashyaptimi? Nimadirlar qo'shib beringlar, ya'ni yengilliklar qilinglar. So'raydi. Mana jarayon shunaqa, siz tadbirkorning biron bir tizimi bo'ladi. Yoki dastur tizimga moslashishi kerak, yoki tizim dasturga moslashishi kerak bo'ladi. O'zi aslida qaysi biri qulay? Bu yerda ikki xil jarayon bor. Agar dastur boshida tadbirkorning tizimiga moslashsa, tadbirkorga hozircha yaxshi.
Lekin tadbirkor kengaygani sari, undagi savdo oshgani sari, undagi xodimlar ko'paygani sari boshqa tizim kerak bo'ladi. Tizim ham aslida nisbiy narsa. 10 ta xodim ishlatadigan tadbirkor tizimi boshqa, 100 ta xodim ishlatadigan, конечно, boshqa. Shuning uchun men hammaga aytamanki, bizda shunaqa bir tizim borki, siz iloji boricha avtomatizatsiyaga yuring. Chunki bu avtomatizatsiya kattaroq xodimlarni ishlatadigan tizimdan olingan avtomatizatsiya. Chunki siz ertaga o'sasiz, o'sganingizda mana bu narsa sizga ishlashda davom etaveradi. Agar men hozir shu avtomatizatsiyani sizga moslab bersam, o'zi tizimingiz qiyshuv, sizda qiyshiq avtomatizatsiya hosil bo'ladi. Ham tizim yo'q, ham avtomatizatsiya daliladi paydo bo'ladi. Lekin hozir sizdagi tizimlarda qiyshiq, kamchiliklar bor, lekin men sizga dunyodan olgan to'g'ri avtomatizatsiya bera olman. Shunga moslashishga harakat qiling. Ertaga kengayganingizda, ko'payganingizda mana bu avtomatizatsiya sizga hozirdan naf keltirish boshlaydi deb aytaman. Shuning uchun birinchi marta uchrashganimizda tadbirkorlar aytadi, bunaqa bera olasizmi, bunaqa bera olasizmi deydi. Men aytaman, "Qanaqa bera olaman?" Lekin men taklifga nima deysiz deb o'zim takliflarimni aytaman. Chunki juda ko'p kompaniya bilan gaplashganman, juda ko'p tadbirkorlarga aynan shu muammo ustida gaplashganman. Gaplar yurib pishib ketasiz. To'g'ri. Mana bunaqa qiling deb 3-4 ta aytadi, bo'ldi, zo'r deb keyin bunga o'tishga boshlashadi. Aynan hozirgi TNP dasturini kelajakda qanchalik rivojlantirmoqchisiz? Xo'p, men birinchi bo'lib O'zbekistonda, xudo xohlasa, nomer 1 ruscha bo'lsa-da, birinchi raqamli kompaniya qilmoqchiman. Birinchi raqamli xodimlar va rahbarning orasida turuvchi, ya'ni oylik munosabatlari, keldi-ketdi munosabatlarini bog'lab turuvchi birinchi raqamli kompaniya bo'lmoqchiman. Bu hozir raqamlarda yoki boshqa narsalarda ham aytish mumkin. Bu haqida gapirsam chuqur kirib ketsa bo'ladi aslida. Qanday qilib bilaman birinchi raqam bo'lishimni deganda raqamlar bu yerda isbotlaydi. O'sha obunachilar soni, klientlar soni yoki oborot boshqa funksiyalar yaqin kelajakda xudo xolasa men birinchi raqamli kompaniya bo'laman shu yo'nalishda. Sizni TNP bilan bog'lab turgan qanday motivatsiyangiz bor o'zingizda? Xo'p, bir marta bitta 500 ta xodimi bor bo'lgan ishxonaga borganmiz. O'sha yerda anaqa aytibdiki, ishchi oddiy oilada, kambag'al, o'zi 3 millionga ishlaydi zavodda. Yig'lab buxgalteriyaga kiryapti. Meni oyligim to'g'ri chiqmagan, deyapti. Buxgalteriya aytibdiki, mana men hisoblaganman, deyapti. Shunaqa bo'lishi kerak. Misol 3 million oylik bo'lsa, shuni ham kamaytirib beryapti-da o'zi aslida. Lekin bu ayol aytibdi, men qo'shib ishlab berganman. Aslida qo'shib ishlab berganman. Menga o'zi aslida bundan ham ko'p oylik olishimga haqli edim. Mayli, menga o'zim pulimni beringlar, deyapti. O'sha yozilgan summani beringlar, deyapti. Shu jarayonlarni ko'rganman. Ba'zi rahbarlar ham olmas. Ba'zi rahbarlar aytadi, qo'shib ishlab bersa deydi, pul yozmagin. Dastur pul yozmasin deydi. Aslida rahbar tomonidan ham bu aslida to'g'ri bo'lishi mumkin, chunki rahbar aytadi, xodim vaqtida kelsin, vaqtida ketsin deydi. Xodim o'zi vaqtida ketishga o'rgansin, qolib ketmasin ishxonada deydi. Endi har xil vaziyat bor. Klient ko'payib ketishi mumkin, boshqa ish uchun kech ketishi mumkin yoki o'zi prosta o'tirib kech ketishi mumkin. Shuning uchun men ikkalasini avtomatizatsiya sifatida ikkalasini adolatini ushlab tura olishim kerak. Chunki bu dastur bu odam emas. Ya'ni iltimos qo'shib yozib turing yoki kech ketyapti deb yozib qo'ying yoki vaqtida keldi yozib qo'ying degan narsani tushunmaydi. Bu nima yozilgan bo'lsa, shu narsani ko'rsatadi. Va men shu orqali adolatni ushlamoqchiman. Rahbar tarafdan ham bu jarayonga qaraganman ko'p marta. Xodim tarafdan ham bu jarayonga ko'p marta qaraganman. O'zi bu dastur yaratmasimdan oldin ham rahbar bo'lganimda har doim soat o'zi ish vaqti 10 da boshlanadi. 10 da o'sha paytlarida 10 da men 5 minutga qilardim. Ya'ni bugun mana bunaqa ishlarni qilamiz, mana bunaqa savdoga erishishimiz kerak degan ozgina 5 minutlik gaplar bo'lardi, qisqacha. Lekin bitta zo'r sotuvchimiz bo'lardi, haqiqatda yaxshi sotadi, lekin har doim ishga kech qoladi. Endi unga men bir ikkita narsalarni aytishim kerak. Soat 10 da ish boshlaymiz. 10 dan uzoq 10:30gacha biz o'zaro gaplashamiz.
Lekin u har doim 10 dan kech qolib keladi. O'zi почти obedda ishmoqni boshlanyapti-yu, uxlab bemalol dam olib kelsin. Har doim endi boshlab cho'qqisiga chiqdim degan eshik taqalatganda gapib bo'ladi. Har doim kech keldi. Men shuni yana fiks oylik oladi. Men shuni xohlayman. Men 10 bilan 10 da kelasan, 5 gacha ishlaysan deb kelishdikmi? Bo'ldi, u lafzida tursin, 10 da kelsin, 5 da ketsin. Men qo'shimcha narsa xohlamayman. Va men ham lafzimda turay. Men senga har oyni 30-sida yoki 1-sida oylik beraman dedimmi? Bo'ldi, oyligini vaqtida bering, tadbirkor sifatida. U kech qolishini ko'raman-da, 5 marta misol kech qoldi. Men keyin ichimda o'ylayman, 5 marta kech qolayotgani uchun, ishlab bermagan vaqti uchun men pul minus qilmayman-ku. Bir kun oyligini kech olsa opti-da deyman. Keyin u nima qiladi? U birinchiga o'zini rejalarini maqsadlab yozib qo'ygan bo'ladi. To'g'rimi? Keyin ikkinchida oylik beraman desa, birinchida keladi, mendan xafa bo'ladi. Rahbardan xafa bo'ladi. Xullas, shunaqa rahbar va xodim tomonidan orada tushunmovchiliklar juda ham ko'p. Bitta dastur orqali bularni hal qilsa bo'ladi. Aynan hozirgi shu muammolardan tashqari yana qanaqadir omil bormi shu dasturni yaratishingizga sababchi bo'lgan? Hamma men faxrlanaman pul topayotganimdan, shu orqali oilamni boqyapman, ota-onamga qarayman. Ha, конечно, pulga nisbatan yaxshi topgim keladi, yaxshi ishlagim keladi. Nomer 1 bo'lishimni ham maqsadi aslida orqasida nafsim, pulim, pul ana ustuvor bo'layotgan bo'lishi ham mumkin balki uni orqasida. Nomer 1 bo'lsam nima bo'laman? Katta venture kompaniyalar, investitsiyalar menga hozir ham taklif qilib turishadi, lekin keyingi bosqichda juda ko'p taklif qilishadi. Pulli bo'lib nima qilaman? Shu pulimni baribir hammamiz bilamiz, olib keta olmaymiz. Ha, yaxshi mashinada yurarman, yaxshi uyda yashayman. Qolgan pul nima bo'ladi? Baribir yana qatqadir ishlatiladi. Ya'ni investitsiya bo'ladi kerak bo'lsa, yana aylanadi. Shuning uchun eng yashirmayman. Top 3 ta motivatsiyalardan biri pul bu. Qolgan 2 ta motivatsiyangiz siz uchun nima? Hayotdagi o'zingiz uchun. Men xohlayman, bu, конечно, bu qadriyatlarga bog'liq. Agar mana shu ishimdan men o'ylayman, Alloh rozi bo'ladiman. Shu bironta muammoni hal Alloh mendan rozi bo'lishi uchun, o'zi umuman musulmon odammi, dunyoga kelishdan maqsadi deylik, Allohning jamolini ko'rish, u Allohning roziligi bilan bo'ladi. Allohning roziligi bilan Allohning roziligiga qaysi yo'l bilan boraman? Boshqa odamlarni rozi qilib, boshqa odamlarni rozi qilishga qanaqa boraman? Ularning nima muammosi bor? Shu muammoni yecha olaman, mahani yecha olaman. Demak, shu yo'l bilan boraman. Shu yaxshi motivatsiya, ichimdan his qiladigan motivatsiyam shu. Bugun o'ylayman, bugun meni xizmatimdan nechta odam foydalandi. Agar bitta biznesmendan sotib olgan bo'lsam, kamida 100 ta odam meni xizmatimdan foydalangan bo'ladi. Kamida o'rtacha 200, 300, 500 ta xodim boshqaradigan tashkilotlar, set do'konlar sotib olishadi. Bitta odamga sotgan bo'lsak ham men aytaman, bugun mana yana meni dasturimdan foydalanuvchilarni sonini yana oshirdik deb xursand bo'laman. Va ularning muammosini hal qilsam, ular mendan rozi bo'lsa, baraka topsin desa, demak men barakamni topsam, Alloh mendan rozi bo'lgan bo'ladi deb o'ylayman. Aynan bu dasturni yaratayotganingizda qandaydir shubhalar bo'lganmi? Shu narsani qilib bera olmasamchi, uyalib qolsam yoki qanaqadir o'xshamay qolsa, biron bir muammolar chiqsa yecha olmaslik shubhalar bo'lganmi o'zingizda? Yo'q, hali ham juda o'xshab ketdi emas. Hali ham muammolari bor, hali ham ustida ishlayapmiz. Bu dastur hech qachon tugamaydi. Bana aytishliklar yoki tadbirkorlar ko'p biladi, bug degan narsa borda. Bu ishlamay qolish. Misol uchun iPhone ham ba'zida telefon jinglab qolsa, uni ko'tarasiz ishlamay qoladi. Bug-da bu. Bug hamma narsada bor. Bizning dasturda ham bor, yo'q emas. Biz eng zo'r dastur topganimiz yo'q. Hali ham ustida ishlaymiz. Hali ham ko'nglimiz to'lgani yo'q. Dalshi yana ishlaymiz. Hattoki shunaqa mijozlar bo'lgan bo'lishi mumkin, bizdan norozi bo'lgan yoki bizani sotib olganda keyin ishlatmagan yoki bizga nimadir anaqalarni aytgan, biz unga qilamiz deb qilib bermagan bo'lishimiz mumkin emas, lekin shu tushunmovchilik bo'lgan mijozlarimiz haligacha bo'lishi mumkin. Agar meni ko'rayotgan bo'lsangiz, agar men sizni dastur orqali qanaqa norozi qilgan bo'lsam,
men norozi qilgan mijozimiz hech qachon birga bir kimdir bilan hech qachon urushib ketmaganmiz yoki siz mendan sotib olgansiz u ishlatmay ketdingiz, siz meni aybdor deb o'ylasangiz, menga обязательно yozing. Kerak bo'lsa men sizga undan ham yangi dasturni qo'yib berib, o'sha sizni rozi qilish yo'lida yo'lga chiqqanman. Sizni rozi qilsam, Allohning roziligini olaman. Sizningcha ishchilarning vaqtini nazorat qilish nimani anglatadi? Ularni vaqtini emas, ularni ishga kelish ketishini tartibli qilish. U nimani anglatadi? Mana tartib bor joyda har doim samara bo'ladi. Samara degani bu muvaffaqiyat, samaradorlik bu muvaffaqiyatga yo'l. Men boya aytganimdek, har kuni 10 da 5 minutga qilaman, 15 minut gaplashamiz, 15 minut bir-birimizga motivatsiya beramiz. Mana shu 15 minutlik motivatsiya kunning oxirigacha yetishi mumkin. Tushunasizmi? Lekin kimdir o'sha 15 minutdan kech qoldi, qayerdadir kimdir bilan urushib qoldi, mashinada bir-birini siqib ketdi. 15 minutdan yo'q, bu kunning oxirigacha shu boshi yo og'rib yuradi yoki kimga qarab asabiylashib so'kinib yuradi. O'sha tartib bo'lsa, hamma o'zini vaqtida kelsin, hamma o'zini vaqtida ketsin, ishda unum bo'ladi. Unum bor joyda esa samaradorlik o'sib boraveradi. Meni maqsadim tadbirkorga shu samaradorligini oshirish. Undan foydalanayotgan ishchiga bo'lgan maqsadim u ham, ishchi ham bilsin vaqtida kelishni, vaqtida ketishni va shunga yarasha o'zini haqqini talab qila olsin. Chunki dasturda aynan uni haqqi yozilgan bo'ladi. Shu haqqi tadbirkorga o'tib ketmasin. Vaqtida kelsin, vaqtida ketsin, ishida unum bo'lsin, unga ham baraka bo'lsin, bunga ham baraka bo'lsin. Aynan hozirgi kunda o'zingizni qanday rahbar deb bilasiz? Jamoangizga to'g'ri yo'l ko'rsata olyapsiz? Men bilmayman. Jamoadan so'rash kerak. Jamoadan so'rash kerak. O'zingizda qanaqadir qadriyatlar bormi rahbar sifatida? Qadriyatlar bor, ularni so'kmayman, urmayman. Doim motivatsiya. Bilmayman qanchalik motivatsiya bera olaman yo'qmi, bilmadim, lekin har doim yaqinroq bo'lishga harakat qilaman. Bitta oiladagi bo'lishga qanchalik eplayapman, aniq bilmayman. Birinchi boshda shu Time dasturni yaratdingiz va boshda siz nechta mijozga xizmat ko'rsata oldingiz? O'zingizni qanchalik xizmatingizni o'tkaza oldingiz, ularga tushuntirib, qiymat bera oldingiz? Bir marta bitta hodisa bo'lgan. Bitta zavodga bordim. Mashina dastur bor. Shundan bo'ldi, qilib bering dedim. Zakalad oldim. Bir haftada kelaman dedim. Shu bilan ketdim. Bir oy bo'lib ketdim. Lekin har doim telefonda gaplashib turdi. Aka, yaxshimisiz? Telefon qilsa har doim javob beraman. Aka, quvonmiz. Maminchida boraman dedim. Keyin uni ish to'g'ri kelmay qolardi vaqtda, keyin aka sal cho'zilyapti, bunaqa bo'ldi. Har doim gaplashib turdim. Lekin bir oydan keyin borib o'rnatib berdim. Keyin aka yo'q, ketdi shekilli deb o'yladim dedi. O'zi anaqa ketganda bu pulimni oldi ketdi deb o'ylagan bo'lgan. Keyin yana ozgina berishlari kerak edi. Men aytdimki, aka dedim, bu pulni bermaydi dedim. Men kech kelganim uchun shu pul sizda qolsin, men roziman. Men va'da qilgan dastur tekshirib oling. Mana hamma narsa ishlayapti deb topshirib ketganman. Unda ham rahbarimdan qaraganda, u ana dasturiy tomonlarga uncha boshini og'ritgisi kelmasdi, palonchi bu yoqqa aniq chaqirganda dastur qabul qilgan degan. Men lekin o'sha ozgina xafa bo'lganman, chunki aynan meni dasturim unga ko'proq kerak. U bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar ko'p u deb anaqa qilganman ichimda. Lekin shu menga motivatsiya bo'lgan. O'sha boshida berilgan pul, men o'sha zakalot oldim. Buni ishlatish muhim emas. Men zakalot oldim, bo'ldi, bozor bor. Men shuni yana ko'proq sota olaman degan fikrlar kelgan. Ya'ni bu bilan ko'proq odamlarga yordam bera olayotganman degan narsani tushunishga boshlaganman. Aynan birinchi mijozingiz shular bo'lganmi? Ha desam bo'ladi. Birinchilardan. Ular sizga qanaqadir tanish bo'lganlarmi yoki qanaqadir ijtimoiy shunaqa? Ijtimoiy tarmoqlar. Bizning yana bitta daraja degan proyektimiz bor. Biznes adabiyotini sotamiz u yerda. Mana shu kitob o'qiydigan odam, yangi texnologiyalarga o'zini ustida ishlaydi, biznesni rivojlantirgisi kelaveradi. Shu ko'pchilik odamga borsam, aka keling deydi. Mana men kitoblaringizni ko'ryapsizmi deydi. Komplekt kitoblar sotamiz. Sizdan kitob olganman deydi. Men ikkinchi marta o'sha boryapman, boshqa dasturlarga anaqa qilman, sotyapman. Ishonch oshgan bo'lsa kerak menimcha. Ishonch bilmadim. Lekin o'zimga quvonchli. Meni produktimni oldin olishgan va boshqa produkt bilan kelyapman, yana olishyapti. Bu meni xursand qiladi.
Bundan tashqari yana esingizda qolgan esingizda qolgan mijozingiz bilan qanaqadir hikoya bormi? Bundan tashqari qanaqadir boshqa mijozlar yaxshi holat deymizmi, yomon holat deymizmi? Bir marta bitta mijozimiz bizani tavsiya qilganlar, boshqa mijozlar, boshqa o'tolarga biz borganmiz. Bitta aka men o'zim ham borganman, xursand bo'lib kutyapti. Aka yaxshi keldingizmi deb qo'lni ko'ksidi. Men uni tanimay qolman deydi. O'sha mijozimiz bizani boshqa o'rtog'iga tavsiya qilib oldirayotgan bo'lgan. Keyin sal xijolat bo'ldimda, aka men sizdan sotib oluvdim. Ishxonadagilar ishlatishyapti, bularga tavsiya qildik. Deganlardan keyin, "Ha, qaysi kompaniya?" dedim-da. Men desa, "Ha, aka" dedim, endi esladim dedim. Просто ular meni eslab anasi turibdi, men faqat eslolmaganimdan xijolat bo'lib sal tortinib qoldim. Bunaqa anaqalar bo'lib turadi. Lekin eng esda qolarlilari shular. Va yana eng esda qolgan mijozingiz qanchalik katta og'riq bilan o'zingizga kelgan? Masalan, mana shu narsani qilmasangiz bo'lmaydi, bizga shunaqa muammo bo'lyapti. Kelgan, bitta mijozim kelgan, lekin ishini hal qilib bera olmaganmiz. Desam bo'ladi. O'zi bu faqat menga bog'liq yoki faqat unga bog'liq bo'lgan jarayon emas. Bu yangi avtomatizatsiyadan foydalanish. Bu xuddi chap ikkita qo'ldan chiqqani kabi mani va tadbirkor tomonidan harakat qilish kerak, yurish kerak. Bitta akamiz kelganda 700 ta xodim ishlaydi. Face ID'ga dastur qo'yganmiz. Ertasi kuni menga yozib turib ko'rsatmayapti-yu deyaptilar. Dasturingda xodim kelganini ko'rsatmayapti, lekin xodim ishxonada ishlab yuribdi dedi. Yo'q dedim. Ohangaronda, men Toshkentdaman. Yo'q dedim. Ha, mana olib ket narsalaringni deyaptilar. Jahlim chiqyapti. Bo'ldi, hozir boraman. Bordim yana Ohangaron. Bordim. Qarasam, KPP'si bor. KPP'da bitta turniket turibdi. 800 ta xodim. Bitta turniketdan o'tayotganda qancha katta o'chirib bo'ladi? Undan ham eng anaqasi odamlar KPPdan Face IDdan bir qanchasidir o'tyapti, qolganlar darvozadan aylanib kirib ketyapti-da. Face IDdan o'tmagan. Face IDdan o'tmasa dasturga ma'lumot tushmaydi-yu, aylanib kirib ketyapti. Kim aytayapman? Xodimlaringiz aylanib kirib ketyapti-yu deyapman. Yo'q, qarab turibdi. Keyin xodim oldiga bordim. Men aytdim, nimaga turniketdan o'tmayapsan desam, o'chirib ko'p-u, kutib o'tiramanmi deyapti. Keyin yana jim tursam, ana hozir ancha kiraman, tabelchiga aytaman, yozib qo'y keldim deyman, bu daftarga yozib qo'yadi, bo'ldi deyapti. Keyin men aytaman, aka dedim, dastur shunaqa, ikkita tomon ishlash kerak. Hozir sizni xodimingiz aylanib o'tsa, men u osmondan olib qo'yib qo'ya olmayman, xodimim to'tdi, ishda yuribdi deb aytolmayman deb aytganman va bu tabiiy jon. Даже bir marta mana hodisa bo'lgan. Kameradan ko'rsatyapti. Xodim Face IDga qarayapti-da, o'tib ketyapti. Yonida o'rtog'i ham bor. Bizga aytayapti. Mana Face IDdan o'tgan, dasturga tushmagan deyapti. Men aytaman, "Ha, Face ID mana bo'lganda, mana Face ID bo'lsa, ikkita xodim yonma-yon kelib qolgan. Orqasida bu mana iPhone ham anaqa shunaqa o'chib, meni ko'rdi, meni o'chyapti. Ana Face ID to'rtburchak bo'lib, uni ham ko'rgan, lekin uni o'qimagan. Meni ko'rganda yozuvchidan men kirib ketganman. Eshik ochilgan. Eshigida ularning eshigida zamok bo'lgan, turniket emasdi, zamok. Orqasidagi xodim eshik ochdi, eshikni yopib bu o'tib, ya'ni eshik kirmaganda, ketidan kirib ketgan. Men aytaman, "Ha, Face IDga qaragan, lekin mana birinchi bola qaragan va shu birinchi bolani mana dalgisi turibdi. Orqasidagi bola Face IDga qaragan bilan o'tmadi-yu, uni fiksировать qilgani yo'q, chunki yonma birma ketin turibdi. Buni o'qigan, eshikni ochgan, ikkalasi kirib ketdi desam, keyin tushungan. Ungacha men bilan urushyapti u ham biz bilan-da. Ko'rsatmayapti deb. Keyin dastur orqasida bu arifmetika-da, bu kod yotadi. Ya'ni kodga aytasiz, siz 100 metr to'g'riga yur, 50 metr o'ngga yur. Kod faqat shuni qilish biladi, boshqa narsani qilish bilmaydi. Faqat shu buyrug'ini bajara oladi, boshqa buyruq bajara olmaydi. Nimadir dasturda ishlamayotgan bo'lsa, o'ylab dastur ishlamayapti, tashlash kerak emas. Men balki noto'g'ri kiritayotgandirman deb o'ylab ko'rish kerak. To'xta, chiqaring boshqa yoki anaqa yatashayotganda ham, "Bolalar, men bunaqa bo'lyapti. Men noto'g'ri kiritib qo'ymayapmanmi?" deb anaqa qilish kerak.
aynan hozirda o'zingiz va jamoangiz bilan qaysi paytda siz biz to'g'ri yo'ldamiz deb ayta olgansiz va qaysi payt ayta olasiz? Men dasturni qo'yib beraman. Va qo'yib bergandan keyin tadbirkor menga pul beradi yoki naqd yoki перечисление shunaqa ishlaymiz. Berayotganda ishlatib ko'rib, hamma narsani test qilib ko'rib, ishlayotgandan keyin hammasi anaqa bo'lgandan keyin dasturni ko'rib yaxshi ekanligini ko'radi, pulni berib, barakasini bersin deydi. O'sha menga anaqa xursand bo'laman o'sha paytda. Shunga o'xshab rahmat deyman. Chunki mana bu dasturning narxi ham arzon emas. Men shunaqa paytlar bo'lganmanda, ofitsiantlik qilganman yoki hozir misol uchun bilmadim, bitta oshxonada o'tirib yeydigan ovqatimizga balki o'sha paytda 2-3 kun ishlaganman. Bir hafta ishlaganman o'sha payt. Studentlik paytlarim, qiyinchilik. Endi hammada bo'ladi. Men qiynalganman deb maqtanmoqchi emasman. Lekin shu kim kattaroq summani olib, barakasini bersin deb anaqa qilsa va o'sha kattaroq summani men xodimlarimga bersam, arendamga va boshqa xarajatlarni qilib va undan tashqari o'zimga olib tursam, men alhamdulillah deb anaqa qilaman, shukr qilaman. Xo'p, hozirda TimeP yaratyapsiz, jamoangiz bor, o'zingiz dasturchi. Shu ozgina jamoangiz haqida qisqacha bo'lisha olasizmi? O'zi qanaqa jamoa, sizlar qanaqa ishlar yuritilar, qanaqa qiziq holatlar, xafagarchilik holatlar bo'ladi? Jamoa bilan Kech qolishlar. biz eng asosiysi biz o'zimizni mana hozirgi jamoaga Facebookga qo'ymaganmiz. Bizning tizim shu, hamma xohlagan vaqtida keladi, xohlagan vaqtida ishlaydi. Operatorlar faqat o'sha 10 da deyilgan, o'sha 10 da keladi, qolganlar kod yozadigan bolalarga erkinlik, chunki ular ularga vaqtbay pul to'lamaymiz. Va men ham klient oldiga borganimda vaqtbay pul to'lamaydigan klient bo'lsa, men dasturim sizga kerak emas, qo'ymay qo'ya qoling deyman. Lekin misol uchun mana operatorlar bor, ular o'sha vaqtbay ham qo'ng'iroqlar soni boshqa javob berishadi va ular o'sha kerakli vaqtda kerakli joyda bo'lishi kerak ular. Ularga lekin anaqa ularni nazorat qilamiz. Komandamiz asosan yoshlardan iborat. Nima deyman? Har safar yakshanba, shanba futbol o'ynab turamiz. Necha kishidan tashkil topgan jamoa? 20 ga yaqin. Juda katta emas, 20 ga yaqin. 20 dan ham oshdik menimcha. TimeP'ning o'z dastur funksiyalari ko'pmi va bu funksiyalardan sizga eng yoqadigani qaysi? Bu mana bitta o'zak bor. Hamma dastur shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Bitta o'zak ustiga yoniga qo'shimcha funksiyalar qo'shamiz. O'zak nima? Xodimni tabeli, ya'ni keldi ketsi plus oyligi. Shu ikkita narsani ustiga men boshqa narsalarni qo'shaman. Ikkita o'zakni aniqlab olganman. Shu o'zakni mijozga ko'rsatib bera olaman. Kim keldi, ketdi va oyligini hisoblatib bera olaman. Qolgan narsalar qo'shimcha narsalar. Qolgan narsalar haqida chuqur o'ylash yoki qo'shuverish, uni qo'shib katta qilib bir hech kim foydalanmaydigan katta funksiyalarni yasaganimdan ko'ra, kam funksiya bo'lsa, kerakli ishlaydigan funksiyalar bo'lsin degan nazariyada qarayman. Va hozir shunaqa. Hozirda aynan taniqli korxonalar yoki kompaniyalarga xizmat qiladiganlar joylari. Ko'pchilik taniydi, Akbarich biz bilan ishlashadi. Yaxshi akalar, juda qadriyatli, hurmat qilaman. Ko'pchilik taniydiganlardan shu. Yana bir ikkita taniqlilar bor. Qanaqadir spesifik yo'nalishdagi kompaniyalar ularni taniydi. Ya'ni massiv ommaviy naqal emas. Qurilish kompaniyalar bor, ana oziq-ovqat, milliy taomlar ko'p bizdan xarid qilishadi. Siz uchun muvaffaqiyat nima? Va bu muvaffaqiyatingiz yo'lida TimeP dasturi qanday vositalarni bajaradi siz uchun? Muvaffaqiyat bu nisbiy narsa. Men hozir muvaffaqiyatliman kimdirga nisbatan. Lekin kimdirga nisbatan muvaffaqiyatsizman. Shuning uchun ikkita o'rtaliqni har doim olib yurishga harakat qilaman. O'zimdan pastroqlarga orasiga tushib qolsam, ko'proq bilgan narsamni aytishga yoki ulardan ham nimadir o'rganishga harakat qilaman. Lekin o'zimdan balandroq odamlarga borsam, ulardan shu ayniqsa ichki hissiyotlar, ichki qarashlarni olishga harakat qilaman. Mening muvaffaqiyatim bu nisbiy. Qachondir, misol uchun, mana shu TimePay'dan qanchadir million dollar investitsiya olsam ham, bu muvaffaqiyat kimdir uchun. Lekin bu ham baribir nisbiy. Misol uchun hozir Instagram yoki Facebook narxi necha pul, TimePay narxi necha pul.
tushunasizmi? Shuning uchun nisbiy muvaffaqiyat bu jarayon deb o'ylayman. Tushasiz, yiqilasiz, turasiz, yiqilasiz, turasiz. Jarayon, faqat jarayon. Men bugun mana uchrashuvga, syomkaga vaqtida kelishim ham bu bitta muvaffaqiyat. Vaqtida kelishim bu bitta muvaffaqiyat. Operator deb qo'yaman. To'g'ri. Aynan sizni muvaffaqiyatsizlik holatlaringiz ham bo'lgan o'sha payt, degan joylaringiz qaysi? Ko'p bo'lgan. Ish jarayoni Juda ko'p bo'lgan. Men даже bir marta yoshlar telekanalida intervyuga chaqirishgan, startap degan, u payt yoshroq edim. Men даже qarindoshlarim shunaqa aytishganki, shu intervyuda shunaqa gap aytganman. Men 3 ta biznesni muvaffaqiyatli bankrot qilganman deganman. Shu gap trend bo'lgan. O'sha davrda, karantindan oldin edi. O'sha davrda trend bo'lgan. Hozir men muvaffaqiyatli bankrot qilgan bizneslarim soni juda ko'p. Mana yaqinda ham 3 kun oldin bitta loyihamiz Shevichinidagi loyiha edi. Pul tikkanman, investor bo'lib kirganman. Ozginadan keyin qarasa pul ishlay olayotgan. Sekin menga tikkan pulingizni qaytarib beraman, chiqib keta qoling deyishdi. Men aytdim, bo'pti. Qog'ozda shartnoma bo'lganmi? Yo'q, ham. Eng oson narsa qog'ozdagi shartnomani buzish aslida. Eng osoni, to'g'ri qilish kerak, qog'ozda yozish обязательно shart. Lekin partnyor taraf qadriyatida bu narsa bo'lmasa, qog'ozdagi shartnoma bo'ladimi, to'g'ri qasam ichgan bo'ladimi, u narsalar ko'rinmaydi. Nima sababchi? Sabab shuki, sen bir marta ham ishxonaga kelmading. Deyishi ham mumkin dajda. Shunga men ko'p ishlaganman va kimdir nohaq deb bilsam, o'z aslida men ham olib bo'lmasman, men balki nohaqdirman. Shu odam bilan boshqa qaytib ishlamayman deyman bo'ldi. Kimdir men bilan ishlab, ayniqsa investitsiya jarayonida men pul bergan bo'lsam, ishlagan bo'lsa va u meni aldasa, bilan qaytib boshqa ishlamayman va qanaqadir yolg'onni ko'rsam, o'sha joyi o'zida ish to'xtataman. O'sha mijozlar bilan ishlashda yoki kimdir bilan hamkorlik qilishda qanaqadir qadriyatlarga nazar solasizmi? Ha, bir marta bitta klientimiz bo'lgan. Ikki xil gapirgan. Menga aytganki, biz bitta katta summali proyekt edi. Aynan TimePay'da bir $5000 anaqani xohlayapti. O'zim mana shuncha bo'ladi narxi deyapman. Mayli sizga attiga $2000 qilib beraman dedim. Bo'pti, zo'r, xursand bo'ldi o'zi ham. Men ham qilib berayotganimdan xursandman. Aytdimki, pulni dedim, перечисление qilmoqchi. Tashiysiz, keyin bolalarim keladi, ustunovka qiladi. Bo'pti, kelishdik dedik, anaqa qildik, yozib tizib kelishdik yana. Keyin ertasi kuni telefon qildim, bo'l bolalarga jo'natavering dedi. Pul tushmagan hali. Men xo'p dedim, kelishuvimiz esimda, bolalarni jo'natdim. Bolalar borib o'tirib prosta qaytib kelishdi. Ha, desa, uni aytishligi kelgan, server, kompyuter almashtirish kerak, o'zini ichki nimadir muammolar bo'lganda, xodimlarim ustunovka qilmasdan qaytib kelgan. Ertasi kuni telefon qilib, muammoni hal qildik, kelib ustunovka qilib beringlar dedi. Keyin men aytdim, akasi bilan nima deb kelishuvdik dedim. Hammasi esimda dedi. Menga pul tashlang, keyin boraman dedim. Desam, "Yo'q, sen kelib ustunovka qur, ustunovka qilib berishingni ko'rishim bilan pul o'tkazaman" dedi. Siz menga boshqacha kelishuvdik-ku, yozuvimizda ham bor, boshqa anaqa edi-ku. To'g'ri, bu kichkina arzimas narsa. Men borib hozir 3-4 soat ustunovka qilib pulini olib ketsam bo'ladi, lekin arzimas narsa bu. Ha, pul uchun. Lekin aynan shu ikkita gapiryapti-ku. Keyin u bilan men сопровождение qilaman-da, jarayonda yana qiynalaman. Ertaga uni xodimlari keladi, HR bor, boshqasi bor, u keladi, bunisi bunaqa deydi, bunisi bunaqa deydi, unaqa narsa boshimdan juda ko'p marta o'tgan. Qaysar klientlar bilan ishlayman. $10,000 bersin. Keyin oxiri aytdim, "Aka dedim, mendan olmay qo'ya qoling. Men sizga sotmayman dasturni. Endi men unaqa do'san, doti yosh katta ekan. Mana operatorlaring telefon qilyapti-da, oling doti-yu, doti. Sen rahbar katta bo'lar ekansan deydi, men simay qolibsan deydi. Men aytdim, "Aka, mendan olmay qo'ya qoling. Men sizga yordam bera olmayman, uzr" dedim. Keyin sen zo'r ekansan, u yo'q. Keyin shu anaqa xullas xayrlashdik. Men juda qattiq qarayman shunaqa anaqa narsalarga. Arzimas bo'lsa ham bu katta narsa, ertaga katta narsaga aylanadi. Va hozirda o'zingizga yoki mijozlaringizga va jamoangizga doimiy eslatib turadigan gaplaringiz yoki shiorlaringiz bormi?
Men jamoaga aytaman, har doim biz birinchi bo'lishimiz kerak deyman. Nomer 1 bo'lishimiz kerak deyman va shunaqa odamlarni yig'yapman deb o'ylayman yon atrofimga ham. Menda yoshlar, lekin iqtidorli yoshlar. Ko'zida cho'g'i bor yoshlar, olovi bor yoshlar. Men bir xillari uylangan, bir xillari bo'ydolari bo'lsa tezroq uylangan deyman. Uylanganlari bo'lsa yaxshi deyman. Agar hozirgi holatingizda eng boshiga qaytganingizda aynan TimeP dasturini yaratgan bo'lardingiz? Конечно. Chunki bu bitta muammoni hal qilibdi-yu. Nafaqat TimeP, bunga o'xshagan yana bir nechta muammolar bor, bozorda bor bo'lgan. Shularni hal qilib, yana odamlarga yordam bergim keladi men. Faqat TimeP bilan qolib ketib, faqat TimeP degan anaqa yo'q. Men hattoki TimeP nomer 1 bo'lishida men faqat operatsiyonkada qolishim kerak degan narsa ham yo'q. Men TimeP jamoasini shunaqa shakllantiryapmanki, bu jamoa, ya'ni men qilmayman. Ya'ni men shunaqa g'oyalar beryapmanki, bizni birgalikda nomer 1 bo'lishimiz kerak degan g'oyani berib, shu nomer 1 bo'lishga qiziqqan yoshlarni yig'yapman. Senga motivatsiya bormi shu nomer 1 bo'lishda? Ham bor, qiziq desa, ham yaxshi pul top, ham nomer 1 qilgan deb o'sha g'oyada yuryapmiz. Ertaga men ozginadan keyin operatsiyonkdan chiqaman, lekin baribir o'sha strategik yondashuvda raqamlarni ko'rib yetib, biz nomer 1 bo'lamizmi yo'qmi? Agar bo'lmayotgan bo'lsa, bo'l to'xtataylik. Bitta ustoz gaplari bor. Duo qilayotganlarida ham shunaqa duo qilganlar. Yoki nomer 1 bo'laylik, yoki o'lib ketaylik. Bankrot bo'laylik deydi. Yo maqsad yo nomer 1 bo'lish, yoki bankrot bo'lish. Tushunasizmi? Men ham shunaqa deyman. Yoki nomer 1 bo'laylik, yoki bankrot bo'laylik deyman. Qanaqa qilgan yaxshi. Qiziqmas. O'zi hayotda kimgadir ko'ngilli qilasizmi? O'zingiz kuzatib, doimda intiladigan, motivatsiya so'raydigan. Ko'mirlik hamma temalarda har xil. Hamma yo'nalishlarda har xil ko'mirlarim bor. Misol uchun sportda boshqa, biznesda boshqa, hayotda, конечно, otamga o'xshasam, otam alhamdulillah hayotlar. Otamga o'xshab yurish xohlayman. Otam eng yaxshi otalardan biridir, shuning uchun. Qanaqa ta'rif bera olasiz ularga hozir ozgina kamerada qisqacha aytib keting, может, ko'radilar. Ya men o'zlariga aytishga uyalaman, bari hamma aytolmasa kerak. Meni otam eng zo'r ota. Otamning otalari ham hayot. Otam otalariga mashina sovg'a qildilar. Men ham otamga endi maqtanch o'rnida emas, mashina sovg'a qilganman, lekin kichikroq mashina sovg'a qilganman-da. Zo'rini sovg'a qilishim kerak. Meni otam otalariga mashina sovg'a qilayotgan bo'lganliklari uchun, meni faqat shu uchun tarbiya jihatdan meni otam eng yaxshi otalardan biri. Hozirda ishbilarmonlikda eng katta sabog'ingiz qanday bo'lgan? Shu paytgacha kelganingizda o'zingizga eng katta olgan sabog'ingizmi, ilmingizmi? Xo'p, men ko'proq yangi loyiha boshlayotgan bo'lsam, bozorni yaxshilab o'rganishga harakat qilaman. O'zi oldin marketingga qiziqaman va klassik marketingda bir nechta kitoblar o'qiganman. Bu klassik marketingda. Va shuning uchun klassik marketingga chuqurroq kiraman. Har qanaqa ish boshlashdan oldin o'zi bozor bormi, bozorga qanaqa kirsa bo'ladi, nima takliflar berish kerak, qanaqa takliflarni bersam odamlar meni rad qila olmaydi. Shunaqa narsalarni yaxshilab o'ylab chiqib, rejalar tuzib, keyin kirishga harakat qilaman. Hech qachon shunaqa narsalarni qilmasdan o'zim operatsiyonkaga o'tmayman. Shunaqa bo'lishi mumkin. Men investor sifatida kirsam, juda chuqur anaqa qilmayman, tavakkal deb kiraman. Agar lekin o'zim boshlayotgan loyiha bo'lsa, chuqur o'rganib va iloji boricha resurslarni ko'p sarflamagan holatda kiraman. Ya'ni pul resurslarini yoki vaqt resursini ham ozgina ishlab ko'raman. Bozor yo'q, marja yo'q, tashiyman, keyingi ishga o'taman. O'zi meni o'rtoqlarim, oilam, qarindoshlarim, adam ba'zida adamdan so'rashsa, otamdan nima ish qiladi o'g'lingiz desa, adam to'g'ri bilmayman deydi. Chunki ko'p loyihalar qilgan, o'quv markazim bo'lgan, xususiy maktab, har xil loyihalardan o'tganman. Keyin oxirgi paytda o'ylab qoldim, menga o'zi shu biznes qilish yoqar ekan degan xulosaga kelolman.
Shu joyda o'zingiz masalan maslahat beradigan to'p uchta kitobingiz bormi? Mana shu kitobni o'qisa inson o'ziga qaysi shu narsalarni oladi. Bu ham nisbiy. Agar hali biznes boshlamagan odam bo'lsa, boshqa kitoblarni tavsiya qilaman. Uje biznes boshlagan bo'lsa, boshqa kitoblar. Misol uchun biznes boshlamagan lekin boshlashni istaydiganlar uchun o'sha Kiyosaki, Pulning kvadrati, shunaqa urinidagi kitoblarni o'qish yaxshi, chunki bu kitobda ko'proq motivatsiya beradi. Nimanidir boshlashga xato bo'lsa-da, xato qilib bo'lsa ham nimanidir boshlashga urg'u beradi. Men o'quv markazi ochishimdan oldin bitta o'quv markazida ishlaganman. Kutubxonasi bor edi. O'tirib shu Pulning kvadrati, boshqa kitoblarni o'qib 3 oy ishlaganman. 3 oy shu kitob o'qib o'tirganman. 4-oyda o'zimni o'quv markazimni ochganman. Shu kitoblar motivatsiya sababchi bo'lib. Lekin o'zi qarzda edim. Yana qarzga bo'lib anaqa o'quv markazi ochganman. Keyin yaxshi bo'lib qarzlarni yopganman. Agar tadbirkor bo'lsa, ayniqsa tadbirkor kontentga boy bo'lgan kitoblarni o'qish kerak. Keyin bitta kitobni boshlab oxirigacha o'qish kerak emas. Bitta kitob boshlab, cho'qib o'qish kerak. Keyin bir vaqtda bir nechta kitoblarni o'qish kerak tadbirkor inson. Misol uchun, unda nima bo'limida muammosi bor? Deylik, tizimlashtirishda muammo bormi? Tizimlashtirish haqida ozgina, keyin savdo haqida ozgina, xodimlarni boshqarish haqida ozgina o'qish kerak. Chunki bu bo'limlar bir-biriga bog'langan zanjir bo'limlarda. Har qanday biznesda moliyasi bor, savdosi bor, marketingi bor, deylik tizimi bor, HR bor. Bu bir-biriga bog'liq bo'lgan bo'limlar. Har bittasidan cho'qib o'qib birgalikda bu bo'limlarni rivojlantirish kerak. Faqat savdoni oshirish haqida o'qursa, faqat sotuvchi kompaniya bo'lib qoladi. Men tadbirkorlikka hozir bitta misol aytaman, ko'pchilik eshitgan. O'zi katta biznesi yo'q, lekin shunaqa konsultantlar bor, biznesni tizimlashtirib beraman. Ular qanaqa bunaqa bo'lib qoldi? Chunki faqat biznes tizimlashtirish haqida kitob o'qirdi. Qarasa, bitta kompaniya bor, bundan zo'r ko'p pul topadi, lekin tizim yo'q. Lekin bundan ko'p pul topadi. Va bu konsultant aytadi, o'zi bu to'pay deydi. Lekin Alloh shu baraka berib qo'ygan, ko'p pul topadi. Unga boradi, sen biznesingni ishlarni qilgan zo'r bo'ladi. Keyin nima deydi? Kitob o'qimagan u. Lekin Alloh baraka berdi. Shularni boshimni og'ritni o'zing qilib bera olasanmi deydi konsultantga. Konsultant qilib beraman deydi. Falon summa bo'ladi. Bo'pti, falon summa ekan, Alloh rizq berdi. Qilib ber deydi. Keyin tajribasiz konsultant bo'lsa, hammasi ham shunaqa demoqchi emasman. Kitobdagi narsani oladi-da, keyin bundoq qilib ko'rmoqchi bo'lsa, qarasa o'xshamayapti. Aslida bunaqa emas ekan deydi. Keyin tadbirkor ham oldiga olib qolishi mumkin. O'zi ham kitobdagi o'qigan narsasi birga bir. Shuning uchun kitobni bir marta o'qib xulosa qilish kerak emas. Kitobni har safar o'qisa, o'ziga yaxshi ko'rgan kitob bo'lsa, har safar har xil narsalar oladi. Boshqacha bo'ladi. Har qanday kitobda. Chunki bugungi Odil kechaga Odil emas, ertangi Odil ham bugungi Odil emas. Shuning uchun ertangi Odil bitta kitob o'qisa boshqa xulosa oladi, bugungi Odil o'qisa boshqa xulosa oladi. Shunaqa. Va inson hozirda o'zini sohasida deymiz ham yo ishlarida muvaffaqiyatli bo'lish uchun qanaqa bir ishlarni amalga oshirish kerak? 3 ta deb o'ylaysiz masalan. Birinchisi ilm olish deb bilsak, qolganlar nima deb o'ylaysiz? Yoki o'zingiz Muvaffaqiyat bu Allohdan so'rash kerak. Bir xilla shuni ham so'ramaydi. Allohdan so'ramaydi. Alloh menga misol uchun Ferrari bergan yoki deylik O'zbekiston taxom mashina bergan deya olmaydi. Nimaga deya olmaysan desiz? Men unga loyiq emasman deydi. Shuni so'ramaydi Allohdan. Endi Allohdan so'ray olish uchun shu ota-onaning roziligi, o'zini ichki o'zidan o'zi rozi bo'lishiga juda bu albatta psixologik mavzular juda e'tibor berish kerak. Misol uchun o'zidan rozi bo'lsa, bu yoshlikdan, bu podsoznательный bloklar, shu narsalar, masalan bu bor narsalar. Kim rad qilsa ham, boshqa bo'lsa ham, xohlasa meni ko'rmasin, lekin bu bor narsa. Bu shunaqa yoshlikdan bo'ladi. O'ziga ishonch ham bu aslida bitta blok. Va ijobiy blok. O'ziga ishonmaslik bu salbiy blok. Va bularni eng asosiysi to'g'rilasa bo'ladi. Salbiyni ijobiyga o'tkazsa bo'ladi. Ha, o'ziga ishonch paydo bo'lsa, ota-onasini rozi qilsa va ota-onasi duo qilsa, nimaga ana bola o'ziga ishonib turibdi, ota-onasi bundan rozi, bemalol Allohdan so'ra oladi. Allohdan so'rasa, keyin Alloh menga beradi. O'ziga ishonchi yo'q, ota-onasini aldagan, norozi qilgan, deylik so'kishishgan,
o'zi bitta ishni har doim yaxshi qila olmaydi. Qanaqa bolalardan so'rasin? Yani men juda motivator emasman, lekin aniq shuda. Siz uchun ayni damda tartib va intizom qanchalik muhim va u sizga nimani anglatadi? Qaysi anaqaga bog'liq? Qaysi jihatda bo'lishini ham. Nimada tartib va intizomlikka? Hayotingizdagi. Masalan, o'zingiz hayotingizdan kelib chiqib, mana baribir biz ko'pchilik ko'rsatadi, tadbirkorlar hamma o'zining hayotiy tartib intizomlari bor ishida yoki hayotida. Men hech kimga aytmoqchi emasman tartibli bo'ling deb. Cho'tki bo'lasiz, tartibli bo'lsangiz o'g'ri keladi demoqchi emasman va tartibsiz ham bo'lmang demoqchi emasman. O sizga qanaqa hayot yoqadi, shunaqa yashang. Menga juda tartibli bo'lish yoqmaydi. Vaqtni vaqt shosh, u yoqqa shosh, bu uchrashuvga shosh. Unaqa odam emasman deyman. Men shu ozgina ishlasam, boshqa tadbirkorlar ham shunaqa deb o'ylayman. Ozgina ishlasam, bitta dam olib kelsam, borib, xotirjam joyda, bitta o'zim notebook ochib olib, nimalarni rejalashtirib, keyin yana ozgina ishlasam, yana shunaqa jarayonlar davom etsa deyman. Shuning uchun vaqtga nisbatan uchrashuvlar belgilash, 2 oylik anaqani qilish, balki men hali u urovga chiqmaganman, balki. Lekin men juda anaqa tez o'zgarishlarni yaxshi ko'raman. Misol uchun, deylik, ertaga biron joyga uchib ketishim yoki bironta viloyatga safarim yo'q aniq. Lekin hech qanaqa ishim bo'lmasa va kimdir yaqinim bu kim yoki otamning xizmatida ketib borib kelamiz desalar, bo'pti keting deyman. Lekin aslida rejamda yo'q. Lekin men shuni qilishim kerak, men xizmatida bo'lishim kerak, shuning uchun ketib bo'lib borib kelaman deyman. Lekin qanaqadir uchrashuv bor, qanaqadir ish bor, juda muhim. Qilsam, undan-da misol uchun anaqasi foydaliroq, pul tomonlama ham kerak bo'lsa,